Assalomu alaykum. Bugun o'zbek adabiyotiga yangi ijtimoiy mavzuni olib kirgan kitob haqida gaplashamiz. Bu kitob atrofida juda ko'p muhokamalar bo'ldi. Katta taqdimotlar o'tkazildi va aytish mumkinki, kattagina auditoriya kitobni juda ijobiy qabul qildi. Shuncha shov-shuv qilinishiga sabab bo'lgan o'zbek adabiyotiga yangi mavzuni olib kirdi deb e'tirof etilayotgan asar muallifining birinchi kitobi va muallif o'zi hali 15 yoshli qiz. Demak, bugun mana bu kitob Nozik ohang haqida gaplashamiz. Kitob tahlilini boshlashimizdan avval like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki oldinda sizlarni juda ham qiziqarli kitoblar haqidagi videolar kutib turibdi. Tushunganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Bosh qahramon autizm spektriga chalingan Sadiya ismli qizaloq bo'lib, kitob uning tilidan hikoya qilinadi. Autizm bu bolaning dunyoni boshqacha ko'rishi va his qilishi bilan bog'liq holat. Ya'ni bu kasallik emas, balki inson miyasining boshqacharoq ishlashi xolos. Soddaroq tushuntirsam, autizmi bor bolalarning odamlar bilan muloqot qilishi qiyinroq. Ba'zida so'z bilan gapirish o'rniga imo-ishora yoki o'ziga yoqqan tovushlardan foydalanadi va bunday bolalarda kuchli sezuvchanlik bo'ladi. Masalan, baland tovush, yorug'lik yoki unga teginish yoqmasligi mumkin. Lekin bunday bolalarning xotirasi, diqqat markazi yoki qaysidir sohalarga qiziqishi oddiy bolalarga qaraganda anchayin kuchli bo'ladi. Muhimi, autizm spektri buzilgan bolalar mehrni his qiladi, o'rganishni xohlaydi. Shunchaki ular bilan boshqacharoq yondashuv kerak bo'ladi. Nozik ohang kitobi orqali yosh muallif odamlarga aynan shu narsani tushuntirishni xohlaydi. Ammo hikoyani o'qish davomida hatto o'z ota-onasi tomonidan ham tushunilmagan, jamiyat, odamlar, tengdosh o'rtoqlari tomonidan muntazam rad etilgan kichkinagina qizaloqqa chindan achinasiz. O'zingizni ham qaysidir jihatdan mana shunday vaziyatlar uchun aybdor his qilasiz. Ota-onasi Sadiyaning boshqa bolalardek bo'lishini xohlab, uni shovqinga, bolalarning baqir-chaqirlariga to'la muhitlarga qayta olib boradi. Maktab, bog'chalarga borish Sadiya uchun faqatgina qiyin, og'riqli jarayon bo'ladi xolos. Atrofida uni ozgina bo'lsa ham tushunishga harakat qiladigan o'rtoqlari yo'qligidan og'rinasiz. Tengdoshlari yoki o'zlarini olib qochadilar yoki ochiqchasiga masxara qilishadi. O'zi ko'ngli nozik bo'lgan, atrofni chuqur his qiladigan qahramonimizga bunday vaziyatlar yana ham qiyinchilik tug'diradi. Ammo muallif o'quvchiga umid berishni ham unutmaydi. Sadiya buvisining oldida o'zini juda yaxshi his qiladi. Sokin muhit, buvisining uni erkalab ardoqlashi, mehri unga bo'lgan ishonchi qizaloqqa kuch va xotirjamlik beradi. Buvisi uning kimgadir o'xshashini, nimadirlar bilishini talab qilmaydi. Boricha yaxshi ko'radi. Uni tushunishga harakat qiladi xolos. Va shu yerda qizaloq eski pianino orqali o'zining dunyodagi nozik ohangini topib oladi. Yana Sadiya juda qiynalgan maktabida ham uni tushuna oladigan maktab psixologini uchratadi. Mana shu omadli tanishuv Sadiyaning keyingi hayotida hal qiluvchi vazifani bajaradi. Umuman olganda bu mavzu o'zbek adabiyotida badiiy asar sifatida juda kam ko'tarilgan. Shu jihatdan ham qisqa va ta'sirli hikoya kitobxonlar jamoasi tomonidan yaxshi qabul qilingan bo'lsa kerak. Kitobni albatta o'ta mukammal va katta asar deb maqtamoqchi emasman. Autizmga chuqurroq kirilgan yoki qandaydir ilmiy atamalar, murakkab obrazlar, kesishmalar yo'q. Lekin juda samimiy hikoya bor. Bu kitob muallifning ilk kitobligini va muallifning hali 15 yoshda ekanini hisobga olsak, Diyora Murodxo'jayevadan hali bemalol katta asarlar umid qilsak bo'ladi. Yana bir qiziq ma'lumot, bilishimcha bu kitob oldin rus tilida yozilgan. Keyinchalik esa o'zbek tiliga tarjima qilingan. Ammo muvaffaqiyatli tarjima sabab o'qish jarayonida bu narsa menga umuman sezilmadi. Va kitobdan olgan eng katta xulosalarimdan biri faqat autizmi bor bolalarni emas, hamma bolalarni ham tushunish, ularning qarashlari bilan o'ylab ko'rish ko'p vaziyatlarda bolalar uchun muhimligini his qildim. Nozik ohang, qisqa va ta'sirli hikoya. Albatta o'qib chiqishingizga arziydi. Allaqachon o'qigan bo'lsangiz, kitob haqidagi shaxsiy fikrlaringizni izohlarda kutaman. Bir burchakda keyingi videolarda ko'rishguncha.